الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد صدق الله العظيم. Qur'on insonlarga nisbatan mangulik tema. Qur'on qarsak, onun bizga nisbatan ikki xil taraf borligini bayqaymiz. Biri Qur'on Karimni o'qib ajr ilish, Qur'on Karimni aytgan kashlar tilovat qilish, namozlarimizni o'qish va tarovihni boshdan oxiri o'tkazish orqali Allohdan ajr umid qilamiz. Bu to'g'risida nurg'un hadis va boshqa mazmunlar bo'lib, bu tarbiya biz uchun bir qadar oson. Mayli ahli ilm, am xalq yoki ilm talab qilayotganlar bo'lsin, Qur'on o'qishni normal o'rganib, ixlos bilan o'qisa, Alloh haslab ajr beradi. Yana bir taraf bo'lsa, Qur'on Karimga amal qilib, hayotimizni billa yashaydigan jonliq bir holatga akilish. Bu bir qadar qiyin tarbiya. Qur'on Karimning nozil bo'lishining asosiy vazifasi va maqsadi Qur'on Karimning zaminda tirik holatga akilib, kuch-qudratini namoyon qilish va Qur'on Karim yetib borganligi jamiyatning to'rt qatlamdan eng yuqori qatlamga yuksaltirishdir. Kishilar Oysha roziyallohu anhadan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hayot shakli to'g'risida so'ragan vaqtda Payg'ambar alayhisalomning axloqiy, ya'ni yashash usuli Qur'on edi deb javob bergan. Rasululloh go'zal axloqi orqali Qur'on Karimni turmushimizning har qaysi taraflarida hayotiy kuchga ega qilishga bizga eng buyuk o'rnak yaratib bergan edi. Bugungi savolimiz: Qur'on Karimning ismlaridan 5 ni sanab bering. Qani ekrandagi savoldoshlarimiz kim eng tez va eng to'g'ri javob bera oladi?